Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Ko'ryapsizmi? Mana qo'limdagi bu giyoh bir haligi inson organizmiga nihoyatda zarur bo'lgan mana shu ellik yuzli vaqtda chiqadigan chukuri. Surxondaryo tomonlarda buni chukuri deyishadi. Mana shu ortimizda Sangardak darasi bor. Mana shu joyda doimiy ravishda chukuri sotiladi. Kimdir ravosh deydi, lekin ravosh boshqa narsa. Mana ko'rdingizmi, Surxondaryoliklar mana shu Bobotog' tomonlaridanmi qaydan olib keldilaring? Bu Bobotog' chukurlari. Shunday yaxshi narsalar, giyohda suv ichadi bir yilga bir marta. Organizmlar toza bo'ladi. Vitaminga boy narsa. Juda inson organizmiga juda kerakli narsalar-da bular. Endi bundan keyin Sangardakdan chiqadi. Xudo xohlasa bir 20 kun mobaynida Sangardakda chiqadi. Sababi sal bu o'sadigan joylar sal issiqroq joylar, Sangardak sal sovuqroq. Sababi shu. Endi buni yana bitta narsasi bor ekan. Bir turi toshbosti degani. Toshbosti, u rivoj deyiladi boshqa. Har xil shevada aytiladi. Rivoj deyiladi, chukuri. Chukuri. Albatta xalqimizni, elimizni mana shunaqa mana shu ellik uzunli vaqtida sumalak qilishi yoki bo'lmasam har xil ko'katlardan taom qilishi, ko'k somsa, ko'k chuchvaralari qilishi bu azaldan bor narsa va chukuri ham xuddi ana shunday. Inson organizmiga kerakli turli xil dorivor mahsulotlarni bizga inom etadi. Bizni kuzatib boring. Endi bundan keyin har doim mana shu xalqimizni, elimizni ma'murchiligi bo'lgan mana shu mahsulotlar haqida sizlarga hikoya qilib boramiz. Jo'raqul Tursunov, Sobir Shohimardonov, Surxondaryo. Nice,